Bu mahalladan aynan siz xonadon xarid qilgisi keladi. Videoni oxirigacha ko'ring, manzil bilan tanishtirib o'taman. Hozir esa sizlarga uyi ichkari qismini ko'rsataman. Uyimizning fasad qismida shunaqa ухоженный зеленый zonalari bor. Ichkari qismini ko'rsatamiz. Hovlimizga kirganda shunaqa atmosfera kutib oladi sizlarni. Uyimizni 308 sotuga qurilgan, 3 qavat qilib, umumiy maydoni 450 kvadrat metr. Uyimizda 8 ta xona, 5 ta sanuzeli bor. Hozir xonalarni ichi bilan tanishtirib o'taman. Uyimizga kirganda shunaqa koridor qismi kutib oladi. Bu yoqda dam olib o'tiradigan xona. O'tdan bitta родительский spalniga vxod bor. Bu yog'imizni oshxona o'zini hamma kerakli jihozlari bilan birga. Oshxonadan chiqib, hozir sizlarga ikkinchi родительский spalnini ko'rsataman. Bu родительский spalnimiz o'zini sanuzeli bilan birga. Hozir esa sizlarga mehmonlar kutib olish xonasini ko'rsataman. Mehmon xonamizda importli mebellar bilan jihozlangan. Endi esa ikkinchi qavatni ko'rsatib o'taman. Bu yoqda podvol qismiga vxod bor, uni ko'rsatmayman, vaqtimiz yetmaydi. Shunaqa oppoq zinalardan ko'tarilasizlar ikkinchi qavatga. Ikkinchi qavatimizda umumiy 4 ta spalni bor, o'zini sanuzeli bilan birga. Hozir esa men sizlarga bittasini ko'rsatib o'taman. Bu yana bitta родительский spalnimiz. O'zini sanuzeli bilan birga. Videoni boshida aytib o'tgandek, sizlarni xonadonimizni manzili bilan tanishtirib o'taman. Xonadonimizni Shayxontohur tumanida joylashgan, orientir hamma bilgan 5 qozon. Kim uyini sotmoqchi yoki uy olmoqchi bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qilinglar, pastda nomerlarni qoldiramiz.